Assalomu alaykum She'riyat olamidan kanalining qatnashchilari, muxlislari. Sizlarga bugun Allohning ulug' kitobi Qur'oni Karimdan sharhlar Mufti Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tafsirlaridan o'qib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydi o'z Rasuliga Alloh. Siz deydi nopok narsalar ko'pligidan ajablanmang deydi. Pok nopokka hech qachon teng bo'lmaydi dedi. Aqlli odamlar Allohga taqvo qiladi. Izoh: Alloh o'z rasuliga xitob qiladi. Ozgina narsa ham halol bo'lsa, u ko'p haromdan yaxshidir. Maida surasi 100-oyat. Zohir ko'rinadi, iymonlilar har xil narsani so'rashadi, javob beradi. Alloh mag'firatli hakim zotdir. Izoh: Jahiliyat zamonidan odam tabiati har xildir. Ko'pchilik farosati yetmagandan savol beraveradilar, ba'zilari esa fitna qo'zg'ash uchun savol beradilar. Maida surasi 40-oyat. Alloh bandasini o'zi yaratgan, yana qayta tiriltirishga ham qodir zotdir. Izoh: o'simlikni, suvni, insonni yaratgan qodir zot Allohdir. Qur'ondan. Azizlarim, endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning rivoyatlar haqida rivoyatlardan hadislar, donalar bisotidan va xalq muborak o'gitlaridan o'qib bermoqchiman. Marhamat, eshiting. Duo umid bilan ketib, tuhfa bilan qaytadi. Alloh aytadi: bandam meni duo qilsa, zikr qilsa, labi ismimni aytishi bilan harakatga kelsa, men bandam bilan birgaman. Pul vositadir, maqsad emas u. Pulni yig'ish emas, pul bilan nimadir ish qilish kerak. Ketgan narsa qaytmaydi. Inson ikki sabab o'zgaradi. Biri o'rgangani inson ikki sabab bilan o'zgaradi. Ko'p o'rgangani sababli o'zgaradi va musibat kelsa o'zgaradi. Dunyo chevar matoh, umrini hay-havasga berma. Dunyo chevar matohdir, umrini hay-havasga berma. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydiki, kim menga bitta salovat aytsa, Alloh unga 10 ta salovat qo'shadi. Kunlarning eng yaxshisi juma kunidir. Inson ham juma kuni yaratilgan va juma kuni jannatga kiritilgan. G'azab qilsang bardosh beradigan, yo'qligingda uyingni hammaga qo'riqlaydigan, g'amgin bo'lsang xursand qiladigan, mag'lub bo'lsang ko'mak beradigan odam bilan hech qachon aloqani uzma. Bu umr yo'ldoshingdir. Baxtsizlik manbasi 5 ta. Namozdan uzoqlashish, ota-onaga itoat qilmaslik, Qur'ondan uzoqlashish, yomon kimsalar bilan suhbat qilish va qazoga qadardan norozi bo'lish, taqdirdan. Kim meni bir marta salovat aytsa, Alloh unga 10 marta salovat aytadi deb boyagi gap. Allohni zikr qilgan kishiga xuddi qurigan daraxtning ichida turgan bitta yam-yashil daraxtga o'xshab ko'rinib turadi. Kim jannat bog'ida sayr qilishni istasa, albatta Allohni ko'p zikr qilsin. Kim qalbida duo qilishni xohlasa, duo qilsin. Sukut qilishni xohlasa, sukut qilsin. Alloh bir bandani sevib qolsa, uning zo'r tavbasini ko'paytiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi: Axloq baxtli bo'lishga o'rgatadi. Alloh baxtli bo'lishga o'rgatadi. Baxti yo'q bo'lishga o'rgatmaydi. Kimdandir uzr so'rasangiz, hech qanday bahonasiz to'g'ridan to'g'ri so'rang. Kim ko'p gapirsa adashadi, kim ko'p kulsa dili o'ladi, qotadi. Haqiqiy muhabbatda yakun bo'lmaydi.
Ana duası düşkən, ana duası tügəş müddəti yox. Vafat etsə həm farzandlarına qılgan duası baqi oladı. Bir günü boylik etmə, ilim, boylik, akıbat uçraşıb qaladı. Boylik deydi, əgər meni yoxatsanız xəzinədən izləyin deydi. İlim aytadi, meni izləsəniz kitabdan izləyin deydi. Şunda akıbat aytadi ki, meni yoxatsan heç qaçan heç şeyden tapmaysan. Çünkü tapalmaysan hem. Deyapti. 3 tayfa ehtiramga loyiq adamlar var. Alimler, saç sakalı akargan adamlar ve sultanlar. Bulut arasından zerikkan ay kukulagan kim edi depti. Kıyaşında çaraqlar çıkıp üzür men edim depti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadi ki, Allah senin suratına hem karamaydı, o dünyana hem karamaydı, amelinge karaydı, yaxşı amellerine karaydı, kalbine karaydı, uxlab qalma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yurtni obod, umrini uzun qiladigan 3 amalni aytadi. Sizlar rahim qiling, mehribon bo'ling deydi insonlarga. Xushxulq bo'ling, yaxshi muomala qiling deydi. Va yaxshi qo'shnichilik qiling deydi. Qiynaldim demas sinovchi Allah, ojizman deman beruvchi Allah, og'ridim demas shifokor Allah, do'stim yo'q demas sirdoshim Allah. Mansab, pul, davlat sinov uchun beriladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi ki, odamning jannatga kirishiga taqvo go'zal xulq sababdir. Moli ko'pning gunohi ko'p, xulqi yomonning azobi ko'p deydi. Bir ishni boshlanishi o'sha ishning yarimidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi ki, jahannamda bir eshik bor. U eshikdan Allohga itoatsizlar kiradi deyapti-da. Hech vaqam bo'lmaganda sabring, hamma narsang bo'lganda esa axloqing kimligini aytib beradi.